Hop, bosdim bo'ldi yoqilni. Bo'lmasam boshladik. Bismillah. Assalomu alaykum hammaga. Hurmatli omonisizlar, charchamayapsizlarmi qandosizlar? Va'da qilingandek, birinchi darslik PDR mavzusi bo'yicha nimaga birinchi deyapman? Kanalda 3 ta darslik qilib berishni va'da qildik. Inshaalloh qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Birinchisi bu PDR darsligi, hozir mana ko'ryapsizlar. Ikkinchisi bu SMR, ya'ni Smart Money harakatini in uchidan, ya'ni tasdiqlash uchun o'sha market maker harakati bo'yicha market maker buy model, market maker sell modelni esmagandan keyingi holatda to'g'ri ishlashsa, ko'pchilik o'sha OCI'ni tanlab oladi. SMR mana shu deganda tirs pastga tushadi, ya'ni u ham 50% oldida flowni tasdiqlash, o'sha narsani to'g'ri aniqlashni, to'g'ri ishlatishni tushuntirib beramiz. Va uchinchisi entryni o'zi ham bir katta mavzulardan bittasi, uni to'g'ri tahlil qilish, uni to'g'ri tasdiqi bor. Shu uchun uchalasini ham katta mavzular bo'lgani uchun alohida qo'ldan kelgancha qilib beramiz deb plan qildik. Inshaalloh manfaatli bo'lsin. Bo'lmasam gapni cho'zib o'tirmasdan boshladim. Bu PDR dastligi biz qanaqa qilib PDR ishlatamiz, uni IFV ga nima, FV ga nima, order block nima deb tushuntirmayman bu yerda. Bunisi darslikda biz o'sha PDRlarni tahlillaymiz. Ya'ni bu PDR kerak emas, bu PDR kerak emas, bu PDR bunaqa ishlatamiz degan narsalar yo'q. Ya'ni u bazaviy narsalar. Ya'ni uni tutish belgidan tortish kerakmi, uni tanani tortish kerakmi, tanani teskari tortish kerakmi? Mana shunday mavzular bor-ku, ya'ni bazaviy. Bu unaqa emas, bu o'sha PDRlarni nima qilsa o'sha PDR kuchliroq bo'ladi, ya'ni ushlab qolish ehtimoli yuqori bo'ladi degan mavzu, ya'ni to'g'ri ishlatish, qanday to'g'ri ishlatish degan ma'noda. Shuning uchun ham bitta chuqurroq kiramiz. Prinsipi ikkita uchta detal narsalar bor. Shunga e'tibor qilinsa bo'ldi. Masalan, ICT ni o'rganganda sizlar ba'zi narsalarni o'rganasizlar va sizlar pro levelga chiqib turganda sekin yangi modellar o'rganilmaydi. O'sha standartiy modellar bor. Internal, external liquidity bo'lsin, o'sha liquidity bo'lsin, boshqasi bo'lsin. Uni siz kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, yangi narsani qo'shish shart emas. Unga как filtr qo'shishingiz kerak. Masalan, mana PDRda ushlab qoladimi, qolmaydimi degan narsaga oldinlari bilmaydigan bo'lsangiz, tushunmaydigan, bilmaydigan bo'lsangiz, endi yoniga bitta men filtr qo'shib beraman. O'sha filtrni qo'shgan holatda to'g'ri aniqlashni o'rganasiz. Ya'ni bu PDR bizga menga kerak emas ekan, buni PDRda ushlab qolaman degan demak, mana shu yerda yaxshigina detalli filtr bor. Agar shaqa tushib bersa, men long tiqaman degan ideya turasizlar. Bo'lmasam boshladik. Xo'p, ko'pchilikda bo'ladigan xatolar va именно muammolarni yozdim. Tarqalgan, ya'ni standart, hammada bo'ladigan muammolar. Birinchisi bu aniq bir PDRni ushlab qolmaslikni bilmaslik. Ya'ni tasavvur qiling, katta bir diapazon, juda ham katta bir diapazon. Hozir. Voy, men bor uzr, mana nimasi. Tasavvur qiling, katta bir diapazon. Qanaqa nima qilardim? Hoppa, bo'ldi. Hop. Mana shu diapazonda toolda nima bor? Mana FV ga bor, order block bor, IFV ga bor, breaker bor. Hamma bitta muammosi, buni ushlab qolarmikin, bu ushlab qolarmikin, bu ushlab qolarmikin. Ya'ni baribir risk to'g'ri taqsimlash kerakki, chunki siz yaxshi pul topmoqchi bo'lsangiz, risk qilishingiz kerak. Risk sifatida 3 ga to'rtga bo'lib olmaysiz-ku. Mana shunday mantig'i bor. Ya'ni ko'pchilikda mana shu narsa bor. Shu joyi qiynab qo'yadi. Mana shunga javob topamiz bugun. Hop, keyingisi PDRni to'g'ri aniqlayman, enter qilaman, yuradi, lekin yana bir marta qaytib kelib stop oladi va keyin siz tepaga ketadi. Mansiz. Juda ham shunday narsa ko'p, juda ko'pchilikda ko'p, shunday narsa bo'ladi. Bu tabiiy, juda muammoni bittasi, chunki menda ham shunday narsa bo'lgan. O'rtoqlar. Ya'ni bu osmondan olingan gaplar va boshqasi bor, imonni bo'ladigan narsalar, bu o'quvchilarimiz ichida ham boshqasida ham imonni shunday narsa bo'ladi. Bunga ham filtr bor. O'sha narsani qo'shgan holatda ishlatamiz va bu narsaga yechim topamiz inshaalloh. Juda ham ko'pchilikda bo'ladi. Masalan, PDF to'g'ri aniqlaydi, order to'g'ri aniqlaydi. Deylik, eksternal keldi, internetga keldi, internetdan tepaga ketmoqchi va nima oladi? Enter qiladi, kodda emotsiya bilan qiladi. Tiq deb stop olgandan keyin bo'ldi, emotsiya 0. Endi yana re-enter qilish uchun qo'rquv bo'ladi va keyin dakansa tepaga ketadi. Eng yomon narsa sizsiz tepaga borishi, ya'ni imkoniyatni qo'ldan boy berish ham bu yomonda. Eng qizig'i stop bilan. Shuning uchun shu joyini ham to'g'ri ketamiz inshaalloh.
Hop, time frame fraktalligini chalkashlik. U eng katta muammolardan bittasi. Nimaga bundan turganimiz sababi bittada tushuntiraman. Juda ham ko'pchilik fraktalniy degan narsani e'tiborga olmaydi. Ya'ni o'sha weeklydan dailyga, monthlydan weeklyga, weeklydan dailyga, dailyni 4 soatlik, 1 soatlik o'tib ketishdi. Masalan, ko'pchilik monthlyda bitta teradida, monthlydan yoki masalan dailyda oldi blok bor deydi. Dailyga oldi blok ichiga kirib turganda mashq o'tib 1 soatlikdan qanaqadir FVG balobatlar, yana bir nimalar, yana bir yerdagi FVGlar o'ltadi. Buna narsa kerak emas. Uni ketma-ketligi bor. O'sha narsani tushuntirib o'tib ketaman. Ya'ni siz grafikingizda vaj balol bo'lmas narsalar kerak emas. Pustoy turishi kerak. Ikkitagina nima? Ya'ni grafikingizda ikkita narsa bo'lib turishi kerak. Ya'ni bu birinchisi narx ketyapti, qayerdan qaytarish mumkin? Qayerga boradi? Bo'l. Mana shu narsa bo'lsin xolos. Ya'ni doim postli. Qaytarish zona, tortuv zona. Bo'l. Ya'ni siz IFVga balo battar yana bir nimalar chizishi shart emas grafikni buzib. Просто так, chunki juda ko'pchilikda muammo mana shu yerda. To'g'ri fraktalni kirishni bilmaydi. 30 minutlik, o'sha 2 soatlik, nima 6 soatlik ham bo'ldi. 8 soatlik, 15 minutlik PDRlar mana shu narsaga joyiga tushamiz. Hop, juda ham ko'p PDRlar ishlatish. Masalan, IFVga BPR, mana shu narsalar. Ya'ni bizga ICT bergan PDR mavzulari bor. Ya'ni narxda o'sha qoluvchi ehtimollari degan mavzuda. IFVga BPR boshqa narsalar bular ko'proq trendda o'zgarishiga uchun tasdiq bo'la oladigan, lekin bu PDR sifatida ishlatishimiz ozgina mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Nimagaligini tushuntirib beraman. IFVga ko'proq holatda u trendda razvoroti, ya'ni MSSda mukammal versiyasi, masalan mitigation bloklar bu boshqasi, bularni ishlatamiz, lekin PDR sifatida emas. Bular как bizga support level, ya'ni mana shuni buzib o'tsa, katta ehtimol bilan tepaga ketadi degan mantiqda bo'ladi. Tushunmaganlar uchun bitta tushuntirib beraman. Masalan, tasavvur qiling, bu holat bo'lyapti. Narx ketdi. To'g'rimi? Mana shu yerda bizda anaqa bor. FVga support bo'lib berdi. To'g'rimi? Endi tepada to'sib qildi, qanaqa nima keldi? Va trendda razvort beryapti. Mana shu yerda o'zidan ishlab bergan bo'lishi kerak birinchi navbatda. Va mana shu yerdan breakout qilsa, mana shuni o'zi bizga MSSda kuchliroq variantini sifatida beradi, ya'ni IFVgini. Biz IFVgini shunday holatda ishlatamiz. Ya'ni buni trendni tasdiqlash uchun, ya'ni razvorotini. Va shundan keyin breakerdan sell va buf. Mana shunaqa ma'noda. Endi BPRni men to'g'risi bilmayman. Buni ishlatmaganman. Men umuman biron marta. Endi bitta mitigation bloklar bor. Mitigation qora bloklar, zangur bloklar, o'shalarni breakout qilinishi. Buni hamma bilsa kerak. Xo'p. Voy. Meni o'zim kanalda ko'proq K-level deyman. Men Rameoni o'quvchisi bo'lganim uchun, Rameoni ko'pdan solganim uchun menda K-level nimasi qolib ketgan. Chunki u K-level deydi. Ya'ni kuchli zona deganday ma'noda. PDR ham K-leveldan bitta narsa o'ltadi. Ya'ni alohida narsa emas. Shunday endi bir juda ko'pchilik PDR K-level desa PDR nima deyshadi. Shuning uchun bir xil narsa. Biz ICTda PDR bo'lsa, Rameoda K-level deydi. Xo'p, mana birinchi navbatda bularga o'tishdan oldin siz har doim bitta narsani inovatga olishingiz kerak. Masalan, trendda katta impulsda harakat bo'lgandan keyin deylik. Katta bitta impulsli harakat bo'ldi. Va u narsa impuls bo'lgandan keyin bizda har doim diskount va premium nuqtada kerak. Ya'ni qimmat narx va arzon narxda. Tushuntirdim? Ya'ni qimmat narx va arzon narx. Siz premiumda bo'lganda hech qachon buy olishga shoshmang. Va buni kavachkini nimasi bor? Ya'ni ehtimoli yuqori bo'lgan holati bor. Ya'ni pastga tushadi, yuqori bo'lmagan holati bor. Ya'ni pastga tushmaydi degan ma'noda. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni mana shu narsani tushuntirib beraman. Juda ko'pchilik premiumda-ku, ya'ni pastga tusharmi, yo'qmi, mana shu yerda ketib qolsa-chi degan ma'noni berishadi. Masalan, mana shuni bunday qilsam, mana bo'ldi. Impuls bu qanaqadir highni yechib turib, mana lowni yechgan va highni breakout qildi. Breakout qilgan paytda 50% tushish ehtimoli yuqori. Ya'ni discountga, chunki bu yerda
external yechindi internalga hujum qiladi degan ma'noni bersak bo'ladi. Ayo masalan impuls bo'ldi, lekin bunday tushib, bunday ketib qolishi, ya'ni mana shu qanaqa metda order blok bor, discountga tushmasligi mumkin-ku deyilsa, bu V voy men bo'lsa. Ya'ni market makerda birinchi sell model bo'lib tushadi va buy model bo'lib turganda hali Osiyoga bormasdan turib 50% deb o'tib oldi dedik. Va mana shu yerda nima bo'lib ketdi? Impuls bo'lib ketdi. Hali hech qanaqa redistribution harakat qilganimiz yo'q. Mana shunaqa holatlar bo'lishi mumkin demoqchiman. Bitta FVGlar masalan order blokda faqat zangol bo'lib ketyapti. Bitta qanaqadir qora candle bo'lib qoldi yoki boshqa bo'lib qoldi, masalan sell degan buy degan farqi yo'q. Masalan qora candle bo'lib qoldi, tushgandek bo'ldi-da, va yana tepaga yetib qoldi. Mana shunaqa momentda katta ehtimol bilan mana shu, ya'ni 50 tepasi o'tib oldimi, ariga pastga tushishi ne fakt. Yani tushmasligi ham mumkin. Siz bu narsani bilib bo'lmaydi. Mana shu order blok tushib qolish ehtimoli juda ham yuqori. Albatta order blok deyapman, FVG deganim yo'q. Shunday yana bir chunki smart moneyning pozitsiyasi shatda o'zi terilgan bo'ladi. Shu uchun. Endi mana shu yerdan ketadimi yo'qmi, qayerdan bilamiz desa, bunga javob bor. Darsda nimasida chiqadi oxirida va shu o'tiradida shunga savolga javob topamiz. Mana shunaqa momentda diskountga tushmasdan ketish ehtimoli ham bor. Ya'ni ikki xil holatda deyapman. Birinchisi hali targetga bormasdan, kuchli likvidlik yetmasdan shuni atkib bersa, diskountga tushmaslik ehtimoli ham bor, yoki tushishi ham bor, lekin tushmasligi ham mumkin. Anu breakout high qilganda 50% tushishi garant. Chunki uni baribir arzon narxda kotirovkaga nima kirgizish kerak, ya'ni limitni oldir kirgizish kerak. Shuning uchun smart moneylar, market makerlar pastga olib tushadi narxni. Shu holatda. Shuning uchun bizga har doim premium va discountdagi zonalar qiziq. O'sha discountga tushganda biz buyga, premiumga chiqqanda biz sellga ishlaymiz. Endi bizda 5 tagina nimamiz bor, PDRlarimiz bor va juda ham muhim. Ulardan 4tasi juda ham kuchli va bittasi ehtimoli yuqori bo'lgan desak bo'ladi. Endi uni ham tushuntirdim qachon nimaligini. Birinchisi alt high. Ya'ni alt high deganda qanaqadir high qolgan va narx pastga ketyapti. Yana bir marta o'sha peri high, masalan o'sha buy side deydi bizda. Masalan menga screenshot kerak bo'lar ekan. Men ko'proq screenshot bilan ishlayman-da, endi to'g'ri shu narsalar degan bittamiz. Tak. Mana qaranglar. Alt high. Tasavvur qilinglar, impuls bo'ldi, tushib ketdi, bunaqa pastga yuribdi va shundan o'zi bitta likvidni yetishi bizda alt high, ya'ni bir marta bo'lmagan, masalan qanchadir muddatda, deylik 3 kundan yoki bir haftadan ko'pi alt high hisoblanadi degan ma'noda bersak bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'zidan yaxshigina bir diapazon tushgan, ya'ni kunni hisoblamaylik, kunni hisoblash uchun chalkashlik bo'lib ketadi. Yaxshigina bitta diapazon tushgan bo'lsa, alt high yoki alt low degan nazarda tutadi. Ya'ni tarixiy deganda ma'noni beradi. Tarixiy maksimum yoki minimumdan yangilanganda alt high yoki lowlar har doim bizga atkat beradi. Mana shu narsani ham o'shaning uchun PDR sifatida ishlatadi ICT. Masalan, qaysidir traderlar ko'rgan bo'lsalarning buy side yetishdan sell side hujum qiladi-ku, masalan ICT ni o'zi ham. Mana shunaqa momentda buy side yechilgandan keyin mana shu narsani 50% gacha, qanaqa impuls chiqqan 50% discountgacha qo'rqmasdan sellashasa bo'ladi. Mana shunaqa holatda, masalan, deylik uzoq muddatlikda bas o'sha bitta katta impuls boshlanganda faqat zangol qora candlelar, faqat zangol candlelar bo'lsa, shuna paytda chiqib bersa, atkat berish ehtimoli juda ham yuqori. Bir 10-15 pips tipi yuradi, pastga bitta otadi. Baribir berish kerak degan nimani nazarda tutadi. Chunki breakout qildi, hamma buy turgan paytda menda o'zi stop qo'yib qo'ygan, stopda o'lagani ham pastga tushadi. Shu ma'no mantiqida. Endi keyingisi rejection block. Rejection block o'sha ikkita bir xil bodysi, ya'ni tanasi bir xil bo'lib qolgan. Endi o'zi tushuntirmayman dedim o'zi, lekin tushuntirishim kerak va chunki vizualizatsiyaga nimasi bo'lishi kerak. Mana ikkita bir xil candle tasavvur ko'ryapsizlarmi? Biz birinchi alt high yoki alt low dan pastga tushyapmiz. Ya'ni premiumdagi bearish premium nimasini PDR'sini tushuntiryapman. Birinchi bu edi, PDR, ikkinchisi bu bo'ldi. Ya'ni rejection block. Rejection blockni ko'proq mantig'i shunaqaki,
bitta bunaqasini aytaman, filtrini aytaman. Bu ko'proq mana shu ikki narsani naq kelyapti, high harakat ketyapti, to'g'rimi? High harakat ketib turganda hamma masalan bay deyishi ham juda yaqin qoldi degan ma'noda. Lekin rejection blokni o'zi ushlab qolishi ham mumkin. Bunda mantig'i, masalan siz yeroda qarab turgan bo'lsangiz va DXYda SMT bo'lib qolganda rejection blok juda ham kuchli ishlaydi. Tasavvur qiling, narx ketyapti, bu highda dollar indeks low'da oldi, lekin yevro ololmadi. Mana shunaqa paytda rejection blokda tana pastga yopildimi? Bunday bo'lib, bo'ldi, narx pastga otadi. Ya'ni SMT'da boshqa bo'lib, chunki tipda hamma bay turgan paytda goodbye bo'ladi. Ma'no mantig'i shunda. Xo'p, uchinchisi nima qildik? Uchinchisi bu order block. Order blockni hamma biladi. Ya'ni o'sha zangor order block. Body zangor order block. Bu nimasi ham shu. Bitta narsani tushuntirib beraman. Masalan, ko'pchilik meni o'zim ham ko'pchilik so'raydi demoqchiman. Deylik, tasavvur qiling, order block bor. Deylik, bu qizil order block desa, men ko'proq bitta open price, ya'ni qizil order block bo'lganda open, low, high, low, close bo'lib yopiladi. Ya'ni midnightni metda bo'lgan openni bag'da bo'lgandan keyin deylik nimasi ham bunday bo'ladi. Ko'proq nimani open price'dan nima qiladi? Order block shuni tortadi ko'pchilik. Meni o'zim shunaqa zona qilib olamanki, men fitildan order nimagacha, tanagacha mana shunday zona tortib olaman. Ya'ni buni diapazoni juda katta bo'lmasligi kerak. Tanaga nisbatan deydi bir 25% yoki bir 25% deyilgan o'zi aslida. Ya'ni juda ham katta bo'lib ketmasligi kerak. Katta bo'lib ketgan bo'lsa, u narsani o'zini badigacha olmaymiz. Badigacha undan narsani olmaymiz. Faqat shu kichkina bo'lsa, fitildan badigacha bo'lgan mantig'ini olamiz. Mana shuni shu zonaga kirganda qanaqadir tasdiq berib qo'yish shartda o'zini qiladi. Chunki qaysi moment bor, nimaga kelmaydi? Ya'ni badiga kelmaydi. Qaysi momentlar badiga keladi. Qaysi momentlar bor, o'zi fitilda o'zini ketaveradi. Endi mana bunaqa momentlari bo'lib qoladi, o'rtoqlar. Badi deganda bu tana nazarda tutyapman. Badida o'zi bundayroq, tasavvur qilinglar. Tak, bunday. Juda ham katta, tanaga nisbatan bir 2 barobar yoki 2,5 barobar katta. Mana shunaqa paytda biz batdan batga biz mana shuni o'zini zona sifatida ishlatamiz. Endi batda masalan badiga kelsa, endi biz batda bundan batga tortmaymiz. Ya'ni batda birinchi zona, endi biz bitta nima, lineyka, endi nima, level, endi zona, bitta shu zona. Betdan batgacha bas. Ikkinchisi bu bo'ladi. Nimaga deyilsa, batda diapazon juda ham katta, bitta mantig'i bor. Masalan, qaranglar. Katta ig'roqlar, tasavvur qilinglar, mashitdan o'zini nima pasasiga kirishni boshladi. Bu deylik bo'lsin, bu nimasi bo'lsin, farqi yo'q. Men hozir tushuntiryapman hozir nimasini. Va tepaga narxni ochishdi. Ya'ni langistlar juda ham katta supol nimada stakanga nima olib kirishyapti. Ya'ni buy deb. Lekin juda katta ig'roq mana shu yerdan kirdida, butun moshli nimani ochgan, masalan, buy pozitsiyalarini shunday selga o'rgatib oldi. Ya'ni oldi o'zini. Bu mana shu yerda katta filtr bo'ldi. Ya'ni buni body langistlar bilan shartistlarning o'rtasidagi muvozanatni saqlab turadi va bu borib kelgan narxni qiladi. Mana shu yerda juda katta level bor degan ma'noni yotadi. Shuning uchun mana shuni o'zini oslayin ham inobatga yaxshi bo'ladi demoqchiman. Xo'p, keyingisi failure gap, ya'ni FVG. Ko'pchilik imbalance deydi, boshqa deydi FVG. Bo'l. Uchta kanaldan hosil bo'lgan FVG. Ochiq bo'lishi kerak degan ma'noni. Breaker block hamma bu narsani bilsa kerak, lekin yana bir marta eslatib o'tishim kerak. Breaker block ko'pincha mana bunaqa tarzda ishlatiladi. Ya'ni korreksiya impuls bo'lib breakout qilsa, mana shu narsa yana bir marta qaytib kelib MSS bersa, ya'ni kuchli zonadan reaksiyalar masalan selga o'zgardi degan ma'noda. Mana shu holatda oxirgi order block, ya'ni boshlangan dejasi qo'yiladi. Zangor kino kelyapti. Qora candle bo'lib tushdi va yana zangor bo'lib ketyapti.
Mana shunday paytda oxirgi qora order blok biz uchun breaker blok hisoblanadi va mana shu yerga narx kelganda ko'pincha shartta o'zidan reaksiya olib pastga tushitadi. Endi bitta tomoni bor. Ko'pincha breaker blok bo'lganda bitta impuls bo'ladi-ku. Men yerda FVga hosil bo'ladi. FVga hosil bo'ladi va FVga bitta respekt qilinmaydi. Chunki bitta breakerda o'zi ushlab qoladi. Endi baqa chiqishga nomantiqlik. Mana shu holatdagina ishlatamiz. Ya'ni PDR sifatida. Bu masalan pastga tushib keyinchalik keladimi, vosh farqi yo'q. Keyinchalik kelganda bu 1 oy kundan keyin emas, 1-2 kundan keyin degan ma'noda. Endi kuchli level. Endi ko'ryapsizlarmi? Bu oldin selga ishlab bergan masalan bearish bilan bullish nimasi tepadan pastga tushgan bo'lsa, endi bundan tepaga chiqamiz endi. Mana bunday bo'lib, ya'ni birinchi high, old high, keyingisi rejection block, breaker nima, order blockni o'zi va FVGlar, keyin nima qilyapmiz va breaker bo'ladi. Ya'ni ketma-ket pastga tushyapmiz. Bunda pastdan tepaga chiqyapmiz. Ya'ni o'sha old low, rejection block, breaker, nima, order block, failure gap va breaker block. Ko'rasizlarmi? Mana shu xolos. Mana shu to'rttasini olsalar, bu old high, old low har doim ham bo'lmaydi. Lekin mana shularni o'zi ko'pincha bo'ladi. Endi standartlisi mana shu. Cho'vi. Bundan ham standartlisi ikkovi. Order block, FVG, order block, FVG, order block, FVG. Bo'ldi. Boshqa nimani qidirmaydi, ma'no mantig'ini. Faqat shular bo'yicha ishlansa bo'ladi. Endi tepada aytilganki, monthly premium, weekly premium, daily premium. Ya'ni tepadagi premiumdagi narsani aytilyapti. Bu monthlyda bo'lsin, weeklyda bo'lsin, dailyda bo'lsin farqi yo'q. Monthlyda bo'lsin, weeklyda bo'lsin, dailyda bo'lsin farqi yo'q. O'sha discountdagi zonada. 50% pastida shu PDR ishlatamiz, 50% tepasida nasihat qilganmiz, shu PDRlar ishlatamiz. Berishdiki, bulishdiki. Xo'p, hamma bu narsani tushunib oldi. Faqatgina shu narsa bo'yicha ishlatamiz. Endi high time frame hisoblanadi. Ya'ni monthly, weekly, daily, 4 soatli va 1 soatlikda high time frame hisoblanadi. Hozir bilaman. Mana shu, ya'ni 1 soatgacha bo'lgan momenti biz uchun high time frame hisoblanadi. Nimaga deyilsa, 15 minut, 5 minutlik bu low time frame kirib ketadi. 1 soatdan pasti. Shu uchun mana shudagi PDR biz uchun muhim. Endi monthlyda har doim ham bo'lmaydi. Har doim ham sizga qanaqa PDR yasash juda ham qiyin. Weeklyda bo'lish ehtimoli bor. Masalan, katta order block bor weeklyda va daily o'tadiganmiz, o'sha qanaqa FVG bor. Mana shu momentlarda ichiga fraktlarni kirib kelishimiz mumkin. Faqatgina shu bo'yicha xolos. Ya'ni weeklydan dailyga, dailydan 4 soatlik, 4 soatlikdan 1 soatlikga degan ma'no mantig'i, siz weeklyda hech nima ko'ra olmayapsizmi? O'sha katta impulsda weeklyda hech nima yo'q, bekilgan hamma narsa. Faqat zangaga o'chib ketyapti. Dailyda qanaqadir order block bor, discountda yoki qanaqadir FVG bor, ochiq qolgan, prям ochiq qolgan. Mana shunday momentlarda o'sha narsani kutamiz. Ya'ni shu PDRlarda buni chekiramiz. Xo'p. Juda ham muhim bo'lgan bitta mavzuyimiz bor. Tasavvur qilaylik, sizlardagi market price, ya'ni narx bu yoqda yuribdi va bu narsa katta impuls bo'lib chiqib ketgan. Va siz masalan buy qilyapsiz, tepada target nuqtangiz bor. Endi buni yana bitta screenshot kerak ekan. Mana masalan impuls bo'lib uzun. Impuls bo'lib chiqib ketdi. Va sizda qanaqadir discountdagi zona, mana shu discountdagi masalan support levelingiz. Mana shu zona. Ko'pchilikdagi xato bozorda filosofiyasi, psixologiyasi shunga qo'yilgan. Masalan, bozorda ikki xil manipulyatsiya bo'ladi. Birinchisi bu texnical tomondan, ya'ni o'sha PDRlar narx tomoni tepaga pastga chiqarishi, boshqa tomonsi o'sha bo'ladi-ku manipulyatsiya. Ikkinchi tomoni psixologik manipulyatsiya. Ya'ni bunday kelganda bo'ladi-da. Bo'lmashdamdek ketganda zangokanlarni bunday olib tushadi. Mana shu yerda o'zidan siz ketib qolyapti-yu narx FOMO. Ya'ni narxga qolib ketish instinkt bo'ladi-ku. Shatda o'zidan buy, keyin sразу stop. Ya'ni bozorda psixologiyasi shunga qurilgan. Masalan, katta traderlar, katta masalan profitable traderlar ko'pincha o'zini
kontrol qila olgan treyderlar hisoblanadi. Masalan, mana shu yerga kelsagina men buy ochaman. Mana shu yerga kelsagina men sell qiziq ko'rishim mumkin. Chunki sizni temangiz bo'yicha masalan, chunki diskountga tushsagina siz sell qilishingizga mantiq bor. Lekin ko'pchilik tipamizda ashita ketib qolsa kerak, buy deydi, tirs ketib oladi. Chunki undan olib ketadigan-ku, undan olni qanaqa holat bo'lgan degan savol berilsa, unga javob yo'q. Endi mana shu yerga kelmaguncha men hech nima qilmayman degan temada o'tirish kerak. O'shandagina sizda haqiqiy mantiq bo'ladi. Masalan, o'sha market price va siz kutayotgan PDR. Mana shu yerga kelib bersagina biz qiziqib ko'rishimiz mumkin. Endi bunga time and price teoriyasini qo'shamiz. Endi time and price teoriyasini yana bir tushuntirib beraman. Time and price teoriyasi vaqt bilan narx bir joyga kelgandagina san entry qil deydi. Entry nima? ICT entry deyman. Bu qanaqa deyilsa, katta henchlar, umumiy smart moneylar time'ga ham, price'ga ham katta bo'ysunadi degan ma'noni bersak bo'ladi. O'zini nimasini. Tasavvur qilaylik. Siz bilmaysiz, bitta narsani siz bilmaysiz. Mana shu yergacha, siz kutayotgan PDRgacha qancha muddatda kelishini. 1 soatda keladimi, 1 kunda keladimi, 1 haftada keladimi, farqi yo'q. Shaqa kelmagan siz enter qilishingiz mumkin emas. Bo'ldi. Ya'ni siz baqish serishlar tushishingiz mumkin, lekin buy ishlashingiz mumkin emas, diskountda tushmaguncha, mantiqli bo'lsa. Endi men bosmadimmi? Endi bosibman. Time and price teoriyasi tasavvur qiling, biz sell ochmoqchimiz. Mana shu bu narx. Bu esa vaqt. Endi bir pastda slayd bor, bo'lsa tushuntiryapman. Sizni PDRingiz maytda. Narx deganda men PDR nazarda tutaman, o'rtoqlar. Shuni ham inobat qilaylik. Vaqt deganda bu dailyda katta time frame'da bo'lsa, bu kunga, masalan, haftani high yoki low'lari haftani 3 kun, haftani boshidagi 3 kunda ikkinchi kuni, uchinchi kuni yasalishi mumkin. Dushanba kuni yasalishi ham mumkin. O'zining sabablari bor. Buni template'da bir darslik qilib tushuntirib beraman. Ikkinchi kuni, seshanba kuni classic sell week degan ma'nosi bor, to'g'rimi? Mana shunda qanaqa ishlatiladi va chorshanba kuni yana ko'proq yangilik boshqasi bor. Mana shu mantiqqa endi dailydagi diapazondagi template bo'yicha bu o'sha 3, 6, 9. 6 dagi ma'noni yana bir chuqurlashamiz. 3 bu Londonda high yasalishi va 9 ham bu narxni otiga yetib berishi va o'sha yerdan o'zidan sell yana tiqishlaring degan ma'no beradi. Endi PDRga narx kelyapti va keldi. Masalan, mana shu PDR nimasi? PDRga faqat vaqtida kelib bersagina biz entry qarashimiz mumkin, o'rtoqlar. Lekin undan oldin PDRga kelib qo'ydi. Tasavvur qiling, soat kechqurun PM vaqti. Aziya vaqti. Kelib qo'ydi-da, mana shu o'zida entry qilasizsiz? Yo'q. Biz time'ni kutishimiz kerak. Time nima bo'ladi? Bunday bo'ladi-da. Bitta sweep qiladi. Time kirgandan keyin oqadi. Ya'ni albatta sizni liquidga siz tushib qolasiz. Shuning uchun time and price mana shu XY degan ma'no beradi. Mana shu yerga kelgandagina, mana shu o'tgandan keyingina biz sell yoki buy qarashga haqlimiz. Endi buni grafikda ko'rasiz. Endi nimaga time and price shunchalik muhim degan nimani olib turamiz. Xo'p, mana o'sha XY nimasi? Time faqat shu narsani key level, o'sha high time frame'dagi order block bo'lsin. Order blockga kelyapti-da, faqat vaqtida, masalan, tasavvur qiling, mana o'zi kelib qoldi. Lekin mantiqsiz. MSS qilib berdi, hamma buy dedi. Tasavvur Aziya vaqti. Va bitta London ochildi. O'sha London yoki New York ochildi. Bitta lotni yangiladi. Key time, ya'ni vaqt bilan narx bir joyga kelyapti, keyingina razvat olyapti. Shu uchun vaqt bilan narx degan ma'noni beramiz. Qaytaryapman. Bu daily diapazonda bo'lsa, o'sha 1dan 5 gacha, o'sha 8 dan 10 gacha bo'lgan vaziyat. London, New York. Lekin o'sha yerdagi makro time bo'ladigan bo'lsa 3 va 9. Katta ob'yom qiladigan vaqt. Shunda. Endi bu weeklyda bo'lsa o'sha seshanba, masalan, sizlar open, low yasab turgandagi, batta endi candle anatomiyasiga kirib ketadi. Ya'ni candle'da open, high, low, close ma'no algoritmini tushunib olishlari kerak. Mana shu narsani o'quvchilarimizga tushuntirib berganimizdan keyin ancha osonlashgan qarashlar. Chunki
tasavvur qiling, siz mana shu naq met turibdi, kelaverdi bag'ida va open high low closedni siz filosofiyasini bilib olgansiz. Open low ochib turganda haftalikda seshanba kelib beradigan bo'lsa, hamma masalan bayqalashga ehtimoli bor. Endi bunda ko'p faktorlar bor. Birinchi o'sha yangilik bo'lishi kerak, nimadagi kuchli yangilik bo'lishi kerak, CPI boshqasi bor. Shu joylari bor. Ya'ni narxni ssenarisini oldindan tutsa bo'ladi bemalol. Shu narsaga time and price teoriyasi qo'llaydi. Bu narsani menimcha tushuntirib beradi degan umiddaman. Yana bir chekiramiz. Endi hop. High time frame'dagi impulsli zona. Biz qayerdan bilamiz, low yoki high'ni qayerdan tortishdi deb savol beriladi birinchi o'rinda. Men shu narsaga ham to'xtalib o'tib ketaman. Tasavvur qilinglar, bitta impuls bo'lyapti va korreksiya berdi deylik. Mana shuni breakout qilganda tasdiqlangan low yoki high shu bo'lib qoladi. Shu boshqa nimasi yo'q. Endi bitta sal boshqaroq tushuntirilyapti. Bu birinchi ssenariysi, uni aytganim. Ikkinchi ssenariysi bunaqa bo'lishi ham mumkin. Tasavvur qilinglar. Katta impuls bilan tushib keldi-da. Low va bu narsa tasdiqlandi. Impuls, korreksiya impuls. Tasdiqlangan high bu va shuni breakout qilindi. To'liq bo'ldi va bu yoqdan bu yoqqacha biz qachon bilamiz? Masalan, Mettozdan ham oqib ketib qolishi mumkin. Mettozdan oqib ketib qolishi mumkin. Biz qancha pastga tashlamaguncha, masalan, o'zini sekin pastga tashlamaguncha biz tepaga surib boraveramiz. Bu o'sha diapazondagi narsani. Ya'ni mashta qatarmagan, meta qatarmagan degan narsa yo'q. Diapazon bo'lgandan keyingina ikkisidan qanaqa likvid ichadi. Ko'pincha mashta kattaroq likvid bo'lsa, keyin ichgandan keyingina beradi. Bungacha berish ehtimoli juda ham past. Endi bergandan keyingina biz battan olganmiz va diskountni pastida ko'proq biz nima qidiramiz? Pedal qidiramiz. Va xato mana shu yerda boshlanadi. Ya'ni bozorga, masalan, Smart Moneyga yoki boshqa bo'lsin, liquidityga qarab hujum qiladi degan ma'noni bilamiz hammamiz, to'g'rimi? Bu qanaqa deyilsa, masalan, PDR yechilib turganda ham bizga kuchli bo'lgan bitta likvid kerak. Ya'ni keyinroq o'tamiz. Masalan, kuchli likvid deganda bitta low, high. Bitta hech qanaqa low yo'q, hech qanaqadir kuchli bo'lgan liquidity nuqtamiz yo'q. To'g'rimi? Hamma mana shu yerda panikada, ya'ni liquidity nuqtani chaqiribdimi? Biz uchun nima qilamiz? Hamma mana shu yerda ochiq qolgan FVGni qarashda boshlaydi. Endi o'sha birinchisi nima ko'zi tashlandi, birinchisi breaker tashlandi. Tasavvurga shu yerda o'zida yana bitta nima bor? FVG bor, ortiq zona bor. Endi ma'no mantig'i bitta breakerni qaytarmagan, FVGni qaytarmagan degan savol keladi. To'g'rimi? Mana shu yerda hamma masalan MSS dan boshqa nima ishni o'zi identifikatsiya qilishni boshlaydi. Lekin bu yoqda yana bitta sizlarga filtr bor. Ya'ni range high yoki range low. Impuls boshlandi deylik. Endi men ko'rasizlarmi? Low time frame o'tdi. O'rtada meni low time frame'im bu naqa bo'lib qolibdi. Low time frame'im masalan dailyni passini ham low time frame deb olganman. 4 soatlik, 1 soatlikni ham o'zi anaqani, chunki ardagi range teoriyasi bo'yicha ham tushadi. Buni yana ko'ramiz. Tasavvur qilinglar, high, low, high breakout qilindi. 50% tushyapti. Mana shu yerda men liquidity nuqtani qidiraman. Ochiq qolgan FVGlar bo'ladi, to'g'ri? Va mana shu yerda bu dailyda bo'lgan bo'lsa, mana shu yerda mana shunaqa harakat bo'lgan bo'ladi. Ya'ni impuls bo'ldi, low yangiladi, impuls, korreksiya, impuls. Bu discountga tushmagan bo'ladi, o'zini impulsi. Bu 1 soatlikda bu deyapman. Chunki ozgina nima bo'lib qolgan bo'lsa, qanaqadir qora oldida blok bo'lib qolgan bo'lsa, dailyda. O'sha narsa 1 soatlik o'tkazsalarning mana shunaqa holat bo'lib qoladi. Yoki 4 soatlikda nima qiladigan bo'lsa, oldida blok bo'lib qolsa, o'sha 1 soatlikka tushsa, mana shunaqa oldida low yasab qolishi mumkin. Kichkinagina low. Shatda o'zidan diapazonga katta likvid kirgan. Mana shu yerda breakout qilgandagi boshqa holatlarda hamma mana shu stop qo'yadi va mana shu likvid zona hisoblanadi. Hamma tushuntiryapman. Siz likvid zona yechmaguncha siz PDRda mavzusini qaramay turganingiz выгоднeyroq. Ya'ni bizda nima aytadiki, Rami aytadiki,
liquidity pool, ya'ni liquidity pool keyingina PDRga tegilsa, haqiqiy o'sha yerda razvod boshlanadi. Lekin ko'pincha narx kelib qanaqadir masjidni o'zida, deylik masjidni o'zida qanaqadir PDR bor, lekin liquidity ichilgani yo'q. Hamma masjidni o'zidan buy qilishni boshlaydi, buy deydi, pastga bitta uradi, low chiqqandan keyin sizdan ketadi. Nimasi ham shunda, mantiqi ham shunda. Tasavvur qilinglar. Men grafikda o'tsam, yana misollar ko'rsatsam men ham tushunarli bo'ladi. O'sha dailydagi vaziyat, dailyda faqat zango kendalarni chiqib ketgan. Buni nimaga oldingidan sayt qilishim. Lekin bitta o'rtada oldir blok bo'lib qolgan. O'sha oldir blok bo'lib qolgan. Tasavvur qiling, oldir blok bo'lib qolgan. Endi pastda FVG ham bor. Mana shu yerda o'zida FVG deylik. FVG bo'lib qolgan. O'sha dailyda. Va o'sha qora oldir blokda 1 soat o'tsalaring, o'sha long time frame degan nima qilganman. Mana shunaqa low yasalganda va keyin ketgan. Mana shu oldir blok bizga anaqa ishlashligi ehtimoli past, chunki hali likvid yo'q. Likvid oldir blokda o'zi lowda. Lekin bitta nimasi qanaqa deyilsa, bitta FVG aktiv. Biroz men hozir ehtimolli nazariyasidan tushuntiryapman sizlarga. Hozir ehtimolli nazariyasini tushuntiryapman. Mana shu low ichgandagina keyin biz nima qilishimiz mumkin? Masalan, mana holatda ham tushuntiramiz. Mana shu likvid ichildi. Likvid ichilgandan keyin yana bitta masalan qanaqadir anaqa bo'ldi. Expansion boshladi, displacement degan ma'noda va key levelimiz batdi. Mana shu key level ichilib keyin ketsa, mana shu yerdagi key level juda ham kuchli. Chunki undan oldin liquidity pool ichildi, ya'ni likvid ichildi birinchi va undan keyin bizda PDRga tegsa juda chiroyli bo'ladi. O'shandagina ko'pchilik nimasi mana shu liquidity pool ichilishini bilmaydi yoki tushunmaydi yoki qilmaydi yoki bilsa ham ozgina nimasi bor. Va psixologik manipulyatsiya deyman-ku, ko'pincha mana shu yerda bo'ladi. Bunday keladi-da. Hoppa deganda bo'ladi, bitta lowni buzadi, bo'ldi, hamma bo'ldi, pastga ketadi ekan deganda, haqiqiy PDRga tegadi, keyin ketadi. Siz o'sha dailyda bo'lsin, 1 soat, 4 soatda bo'lsin, qanaqa holatda oldir blok masalan oldir blok bor, katta impuls bor, kelyaptimi? Bitta pastiga, deylik o'sha 1 soatda bo'lsa, pastga cho'rasiz. O'sha 15 minutlik xuddi shuni harakat bo'lganmi? O'sha tortib keling, o'sha low deyilsa, keyin PDRga tegsa, o'shanda sizlardagi haqiqiy harakat boshlanishi ehtimoli bor. Ya'ni PDRni kuchaytiriladigan faktori, filtri mana shu. Endi ko'pincha bunday holatdan bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni pastga chiqib ketgan, FVG bor, hech qanaqa nima yo'q. Ya'ni low yasalmagan. Mana shunaqa momentda narx keladi-da. Ya'ni bitta tushuntirganimda biz ishlayotgan range'da ichida yangi range'ni hosil qiladi. Ya'ni mana shu range ichida ham kichkina range'ni hosil qiladi. Chunki range'da low ichilishi kerak. Range high borish uchun. Ya'ni kichkina range'da low ichiladi, keyin harakat qiladi. Endi ko'pincha high low impuls bo'ldi, bu yerda hech qanaqa low yo'q. O'sha 5 minutlikda, o'sha dailyda bo'lsa 1 soatlikda farq expansion harakat paketyapti. Mana shunaqa momentda discountdagi birinchi FVG yoki oldir blokni tizib olasizlar. Va shunaqa narx kelganda o'zi atkat beradi. Va atkat berganda sun'iy liquidity pool yasaladi. Ya'ni mana shu qanaqadir lowda MSS qiladi, nima bo'lib va hamma buy deb nima qilib turganda mana shu stop qo'yadi-da ko'pchilik. Va tirsitib nima bo'ladi? Lowni yangilaydi. Va mana shu yerda sun'iy liquidity pool, lekin PDRda ichidamiz biz. O'ziga liquidity pool yaratadi va keyin dakansa ketadi. Endi biz qayerdan bilamiz deb savol bersanglar, biz endi qayerdan bilamiz mana shu yerda masalan tushib ketishi, yana masalan dakansa tushib ketsa deyilsa, mana shu momentda juda ham bir agressiv nechadi o'zi. Sekin yechmaydi, bitta yechadi. Ya'ni expansion harakat boshlanib qoldi. Nima qilamiz deb panika bo'lib turgan paytda sizlar tushuninglar, bitta psixologik manipulyatsiya bo'lyapti. Va undan keyin dakansa buy ketadi. Hech kim bitta buy qilishni nima qilmaydi. O'rtasida qanaqa holatlarda buy qilishi mumkin, lekin katta ehtimol bilan buy ketmaydi. Kirolmaydi. Mana shu holat, ya'ni bitta liquidity pool yasalmaganda sun'iy liquidity poolni o'zlari yasashadi. Endi tasavvur qilinglar, mana shu yerda
anaqa bo'lgan, pederi bor. Endi vaqt bilan narxni bir joyga to'playmiz. Tasavvur qilinglar, mana bu narx, mana bu narx, mana bu narx va vaqtni tasavvur qilinglar, mana bu yerda. Hop. Katta bitta nima bo'lib qolgan. Vaqti to'g'ri kelyapti. Deylik o'sha 3 da, 9 da yoki seshanbada kelyapti. Lekin nimasi to'g'ri kelmayapti? Narx to'g'ri kelmayapti, chunki oldin bo'lib pastda. Demak, batda nimadir xato degan mantiqda bersalar bo'ladi. Mana shu holatda seshanba kunimi yoki o'sha 3-dami Londonda agar mana shu yerda vaqti bilan narx bir joyga kelganda juda ham idealni model shakllanadi. Ya'ni mantiqini tushuntirib berardim. Batda pederi, batda narx, vaqt. London kirdi, 3M kirdi. 3M'da mana shu lowga liquidity pool yasadi, o'zi soni yasadi, undan oldin bo'lgan. Masalan, aytyapman-ku, pederi kelmasdan o'ziga liquidity o'rtalar 100% yasaydi. Masalan, FVG bo'lib qolgan, FVG keladi-da, FVG respekt qilmaydi. Sekin nazar to'plaganday bo'ladi-da, bitta o'ziga nima qilishni boshlaydi. Mana pederi pastda bo'lsa yoki pederi ichida bo'lsa ham xuddi shunday narsani qiladi va bitta lowni yangilaydi, keyin ketadi. Masalan, mana shunday momentda bitta low kelib bo'lganda pederining ichida mana shu yerda narx to'g'ri keladi, lekin PM vaqtda kelib qolgan bo'ladi. PM vaqti kelib qolgan bo'ladi, narx keyin kun ochiladi 17:00, keyin kun ochiladi, keyin masalan Londonda o'zi bitta yechadi, keyin ketadi. Endi batda vaqt bilan narx bir joyga to'g'ri kelyapti, dakansa ketyapti. Kategoriyskiy nimasi teoriyasi shunaqa. Xo'p. Endi buni misollarda tushuntirsam, yana ham osonroq bo'ladi. Menimcha hamma ikkita detal narsani tushunib oldi. Misolda keladigan bo'lsak. Xo'p. Tillarni futures nimasi? Botda ko'rsatilayotgan ko'p nimalar o'zimiz entry qilganmiz va bundan dalillarimiz bor. Biroq batda qo'shmaganmiz. Chunki grafikda hozir juda ham uzun bo'lib ketadi. Shunga. Xo'p, oxirgi harakat 2020-yildagi tasavvur qiling, metda express harakat bo'ldi va korreksiya bo'lyapti. Bitta to'ltirib qo'ygan yangi trend va mana shu yerda o'zidan betdan batgacha men trendni tortdim. Fibo tortganman va diskount tushish kerak. Ko'ryapsizlarmi? Bitta FVG ochiq qolgan va bitta order block ham bor. Order blockda men filtrdan boshqa tortib qo'yaman deganman-ku, va ochiq qolgan va bu yerda ko'ryapsizlarmi? 1, 2 ya'ni lowlar yangilanmagan va liquidity pool bitta bor. Endi bunday qiladigan bo'lsa, mana o'sha harakat. Endi men weeklyda ko'ryapman. Daily o'tadigan bo'lsam, xuddi o'sha yerda nima bor? FVG bor. Mana shunaqa tushsagina juda chiroyli bo'ladi. Weeklyda ham bor, weeklyda bor va dailyda bo'lyapti. Dailyda siz nimani nima desa bo'ladi? Diapazonni qisqartiryapsiz. Nisbiy masalan kichikroq qilyapsiz degan ma'noda bersa bo'ladi. Lekin ko'ryapsizlarmi, ochiq qolgan FVG. Masalan, mana shuni o'zi bu kelib bergan, mana shuni o'zi sizlarga liquidity pool beradi. Nida bu mana shu kelib bersa, juda ham kuchli bo'lgan FVG zona. Bitta ko'ryapsizlarmi? Juda ham tushib qolgan. O'zim maza qilgan mana shu yerda FVG va nima? To'ltirdan hosil bo'lgan breaker blok, oxirgi order blok. Va buni tanani tortamiz. Tortganimizda chotga hurmat qilyapti. Temboli FVG ning endi foizi. Bitta qora kenarlarni tushyapti. Tana tepida yopilyapti va dakansi ketyapti. Batda ko'rasizlar, manipulyatsiya bo'lmagan. Umuman masalan, qanaqa tushib kelishlar bo'lmagan. Liquidity pool o'zi yasagan hisobiga. Mana o'sha holati. Range low, range high. Liquidity pool yechdi, dakansi keyin ketdi. Mana. Liquidity pool yechdi. Endi bu daily tushuntiryapman. Liquidity pool yechdi. Mana shu pederi ushlab qolish ehtimoli juda ham yuqori bo'lgan. Va mana holati. Mana range low kelib bergan birinchi nimasi, lekin bu yoqda time to'g'ri kelmagan bo'lgan hisobiga dushanba ochilib kelgan. Ya'ni 17:00 bo'lgan hisobiga time to'g'ri kelmagan. Lekin vaqt to'g'ri kelgan. Time to'g'ri kelmagan, lekin narx to'g'ri kelgan. Lekin bizga time kerak edi. Oldi blokda chidamiz va kutdik. Tepaga yetganda masalan ketyapman degan ma'no beryapti-da. Yana bitta oldi blokdan tushyapti. Ko'ryapsizlarmi? Agressiv. Hali sekin tushmayapti. Ana tushuntirgan narsam bitta tushyapti, lowda yangilayapti, 1 PM da bo'lyapti va 1 PM bo'lgandan keyin takansa ketdi. Umuman keyin shu bo'lmadi. Ya'ni mantig'i shunda.
liquidity pool bo'lgandagina tepasida PDDda juda ham kuchli hisoblanadi. Ko'ryapsizlarmi? Bitta tushib keldi va ketdi. Hech qanaqa pastga yetib olishiga mantiq yo'q, chunki hammasi asosli. Xo'p, keyingisi buni menimcha tushuntirib berardim. Albatta qanaqa intellekt qilgan, boshqa nimalarni tushuntirib bera olmayman, chunki juda ham cho'zilib ketadi. Men hozir faqatgina PDD mavzusini o'zini tushuntirib beryapman xolos. Endi oxirgi yevrodagi bo'lgan hodisa. SML-da va equal high bo'lib qolgan va juda ham kuchli bo'lgan buy side zona. Endi bu yoqda oxirgi nima bo'lib qolgan hisobiga 3-kvartalda juda ham range tushib qoldi. Expansion high resistance volatility keyin chiqyapti. Va bizda oxirgi kiss of death, ya'ni last stage of distribution, oxirgi kuchli bo'lgan harakat, market maker harakati edi, chunki bitta SML bor, low risk bor, redistribution bor va oxirgi harakat. Zangon kanallardan chiqib ketdi, bitta FVga hosil bo'lgan va bu yoqda ko'rganmisizlar, bitta mantig'i bu FVga ushab qola oladimi yoki mana oldinma ushab qola oladimi, oldir blok deyilsa, endi bitta ketdi. Mana FVga bor, oxirgi harakat, buy side zona va liquidity pool 4 soatlik o'tyapti. 4 soatlikda o'sha dailydagi FVga va bu yoqdagi holat ko'rasizlar, FVning ichida narx kelib beryapti. Bu yoqda anaqa nima bor, qanaqadir liquidity pool deb olsak ham bo'ladi, lekin bir time to'g'ri kelmagan ligini hisobiga va bitta tipdagi reaksiya bo'lgandek bo'lib, pastga bitta o'tyapti, pastdagi o'sha order blokka tegyapti, keyin ketyapti. Ko'rasizlar, men o'zida nima yechgandan keyin reaksiya 0, reaksiyani o'zini bilsalaring bo'ladi. Reaksiya qanaqa bo'ladi desa, u sirazi anaqa boshlash kerak. Albatta o'zida bitta to'p to'p qilib, qora kendalarni tushib kelyapti, to'g'ri. Lekin mantiqsiz. Ya'ni vaqti to'g'ri kelmayapti. Impuls tushyapti, low yasagandek bo'lyapti. Yana nimani ichida? Mana shunaqa momentlar bo'lib qolishi mumkin. Yana o'sha FVning ichida ketyapman degan ma'noda aytadi. Bitta low yangilaydi, bu joyda tushmasligi ham mumkin edi. Keyin zangor kendalarni chiqib olib, bu yoqdagi FVga respekt qilib, keyin ketdi. Ya'ni yangi range hosil qildi. Range'da ichidagi yangi range. Ya'ni tushunyapsizlarmi? Ya'ni chatda o'zidan bilsalaring bo'ladi. Masalan, FVga keldi, qanaqadir umolanyapti, ya'ni sekin range tushib qolgan, boshqa bo'lib qolgan va lowga qarab yaqinlashyapti. Mana shunday momentlarda sizlar lowni yangilangandan keyin tepaga displacement berganda, huquq masalan qilsalaring bo'ladi. Mana shu tomoni juda ham ma'noli. Range low, range high va dankansa keyin ketdi. Oxirgi last stage of distribution. Bu yoq holatda asosan CPI to'g'ri kelgan, boshqa holat bo'lganmi? Eslolmadim. Xo'p, yana bitta faqat ko'rasizlarmi? Faqat daily tushuntiryapman xolos. Chunki dailydagi kontentga sizlarga yamliroq. Men 1 soatliga tushmayapman, 4 soatliga tushmayapman, daily, ya'ni kattaroq diapazondagi holat tushuntiryapman. Chem yaxshiroq ishlansin degan ma'noda. Endi bu qaysi ekan? Bu oilda bo'lgan holati. High, low, high va baskiga tushib kelyapti va low'ni break qildi. Endi external yetgandan keyin internalga hujum qilyapti va internaldagi holat ko'rasizlarmi? FVga qolib ketgan, discountni, premiumni FVga qolib ketgan. FVgani birinchi, ikkinchi nimalar kela olmagan. Agar mana shunday momentda tushib ketib qolsa, sizlar bilinglar, niday bor mana shu kelib qolsa, katta ehtimol bilan pastga tushib ketadi. Ochiq qolgan FVgalar va o'shanga masalan kelgan, lekin imbalance, rebalance qilinmagan momentlari bo'lib qolsa, juda ham kuchli. Boshqa kelib bersa, shatda o'zidan narx oqish ehtimol juda ham yuqori bo'ladi. Endi nima bo'lgan? Mana o'sha harakat juda ham kuchli. Masalan, ko'pchilik aytadi-ku, liquidity nuqtalari qanaqa to'g'ri aniqlash mumkin? Biz qayerdan bilamiz? Kuchli liquidity nuqtalar mana shu yerda hosil bo'ladi. Ya'ni katta range bor, discount yoki premiumlarda, FVga bor, imbalance har doim rebalance qilinishi shart o'rtoqlar. Mana shu momentda bir marta, ikki marta kelgan, lekin rebalance qila olmagan bo'lsa, mana shu nuqtani o'zi juda ham kuchli. Mana o'sha holat. Range high. Bir marta keladi, ikki marta kelyapti, lekin yangilolmayapti. O'rtoqlar, lekin kuchli. Ya'ni shat o'zini smart o'zini pasiyans kirgizyapti va bitta low'ni yangilagandan keyin ketdi. Va bitta
likvidni yechgandan keyin umuman anaqa bermasdan sirras oqqa. Balki mana shu yerda o'zidan bitta likvid berishi mumkin edi, lekin bu yoqdagi sizda fakt pastga yetib olish uchun juda ham katta asos bor. Endi sell market maker buy model, market maker sell model bo'lib ketdi. Low risk entry, redistribution, last stage of distribution bo'lib ketibdi. Mana shu yerda juda ham endi ichiga faktlarni kiramiz. Endi qaranglar. SMR yaraldi deylik. Expansion boshlanyapti. Va menda yangi range. Va men kirib olishim kerak-ku selga. Va ko'ryapsizlarmi, men yerda ochiq qolgan FVG bor. Bu FVG respekt qilinib pastga oqib ketdi va bitta yana bitta nima qilyapti va discount premium tip pastida. Endi men nida boshqa chiqib bersa, men nima qilaman? Bitta FVG, bitta order block bor, juda ham kuchli bo'ladi. Endi men shu order block ushlab qola oladimmi, ushlab qolmaydimmi degan savol kelsa, menda javob bor. Bitta pastga tushaman. FVG ga qanchada kelyapti? Mana shu 4 soat FVG ga mana. Bitta kelyapti, bitta keldi. Narxi nima, vaqti ham vaqt va narx bir joyga kelyapti. 9 ham, o'sha 10 ham, 30 nechada kelyapti. FVG respekt qilyapti, pastga bitta ketyapti. Lekin bitta ko'rasizlarmi, bironta FVG anaqa liquidity pool yasalmagan bitta. Umuman yo'q. Va bu bitta sun'iy liquidity pool yasashi kerak-ku. Mana ko'rasizlarmi? Zangon candle'larni tap tish ketyapti-da, agressiv, bitta buzyapti. Hamma panikada bo'ldi. Xayr qildi. Nima o'lib qoldi degan nima o'xshaydi, lekin o'rtada o'zini kuchida. Lekin SMR mana shunaqa momentlar esa endi psixologik holatini juda ham manipulyatsiya qiladi. Va bitta hayni yangiladi. Mana 4 soat FVG tegdi va keyingi kunga masalan sekin baland chiqyapti. Keyingi kun bitta yopildi, kun yopildi, yangi ochildi deyapti, gap bilan ochilib pastga yopilyapti, nima qilyapti va tapa bo'ldi. Endi birinchi interestlarda mana shu yerda bo'lganda, siz pastga chiqish shu holatlar bo'ladi. Endi dalgosloshni deyiladi shuni emasdi. Endi sizlarda kalit bor. FVG nima ushlab qolishiga ehtimol bormi yoki yo'qmi? Sizlar mana shu kelib berganda, mana shu yerda o'zida taqa masalan mana shu yerda o'zida MSS bo'ldi, boshqa bo'ldi, davay TPS qo'yib klikitamiz bu, stop. Mana shu narsa bo'lgandan keyin kiraylik, ancha ehtimol yo'qot bo'ladi. Xo'p, Nasdaqda bo'lgan holat, oxirgisi o'rtoqlar, men vashi prikol bo'lgan. Endi men expansion harakat boshlanyapti. Va bitta FVG hosil bo'ldi, ko'rasizlarmi? FVG hosil bo'ldi va FVG ni imbalance rebalance qilindi. O'zida tepada yopildi va yangi range hosil bo'ldi men uchun. To'ltirib bo'ldi bitta. Ba'zida to'ltirib bo'ldi va bu yoqdan bu yoqqa men range tortaman va bu yoqdagi order bloki menga fakt. Batdan tortganimda mana bu narsa menga bunaqa FVG ham menga nima? Bu ham men uchun PDR. Lekin menda order block ham bor. Endi diskont otganda chekilganda ko'ramiz. Nima uchun shunday turganimni sababi bor. Chunki liquidity pool bu yoqda yechgan, lekin vaqt to'g'ri kelmagan, kun to'g'ri kelmagan. Bitta kelyapti. Mana o'sha PDR nuqta, daily order block. Mana o'sha nima? Range low yechyapti. Mana undan oldin ko'ryapsizlarmi? Undan oldin kelgan o'sha FVG ga va nima qila olmagan? Masalan, bu yoqdagi liquid ichgan degan narsani nima qilsa bo'ladi, lekin pastda ham magnit nuqtamiz bor bizda. Bu yoqda bizda nima bor? Liquid nuqta bor, yechdi, lekin yana o'sha nazariya vaqt bilan narx o'rtoqlar. Vaqt bilan narx bir joyga kelgandagina bu yoqda kelmagan va bu yoqda kelgan. 9 aim. Shuni kunini eslolmadim. Hozir 25-sentyabr bo'lyaptimi shunda? Bitta ko'raylik hozir. Ya'ni payshanba kuni to'g'ri kelyapti ekan. Fakt. Va undan keyin dakansa keyin ketdi. 9 hamda o'zi bitta lo'yasagandek bo'lib ketyapman degandek bo'lib, qola order bloklardan bitta tushdi manipulyatsiya bo'lib, keyin time and price to'g'ri kelyapti va nima bo'lyapti? Qora order blokka tegdi. Bitta FVG ga teggan, lekin vaqti to'g'ri kelmagan.
vaqt to'g'ri kelmagan. Lekin bitta nima qilyapmiz? Ignor qilyapmiz. Yana bir marta low ichizib ketib qolishi ham mumkin. Lekin lowni bitta ichgandan keyin qora olduz blok pastga tushib ketdi. Endi bitta olduz blok biz uchun aktiv bo'lib qoldi. Mana ya'ni vaziyatga moslashishimiz kerak degan teoriyada ishlasak bo'ladi. Va 9 endi low bitta ichdi. Range low. Buni o'zini ham liquid hisoblasak bo'ladi. Range low bu yoqdagi range lowni hisoblasak bo'ladi bemalol. Va 9 ham kelgandan keyin daily olduz blokni respekt qilindi va ketdi keyin. Umuman nima qilib bo'lmadi. Endi mana shu yerda yana bitta joyi bor. Mana market maker OC, market maker sell model, eslanadi, risk entry, redistribution harakat, expansion va redistribution last stage of distribution bo'lib keyin ketdi. Ya'ni qanaqa ko'rasizlarmi? Yangi range, mana impulse, low, high, low, high, low, high bo'ldi va low tasdiqlangan low men shetdan. Bu yoqdan bu yoqqa tortyapman. Menda mana oldida blokim bor. To'g'rimi? Va menda ochiq qolgan nimam bor? Favga nuqtam bor. Endi mana. Ko'ryapsizlarmi? Bu yoqda oldida blokka respekt qilgan, sekin narx harakatini nima qilmoqchi bo'lganda va bitta pastga otdi. Mana shu men o'zim selda qatnashdim. Mana shu selda o'zida qatnashdim, lekin longda vaziyatda bas tez qaror qabul qilish kerak. Vaziyat tez qaror qabul qilmaganimiz uchun long o'tkazib oldik. Chunki selda o'zidan ham katta risk olganmiz hisobiga. FVga ochiq qolgan va FVga nimani to'ldirish uchun pastga tushyapti va sun'iy liquidity pool yasab turib bitta yana qaytaryapman. Qora oldida bloklar bilan, qora candlelar bilan, ya'ni agressiv bo'lma ketyapman degan ma'noni beradi. Bitta lowda high angle olmadi. Bir nimani aytdi, bitta nima bo'lmagan, demak ketib ololmagan degan panikada bo'lib qolganda bitta shpilkamni bitta keladi. Shpilkam bilan bo'lsa, body bilan bo'lsa farqi yo'q. Va keyin ketdi. Ko'ryapsizlarmi? Men imini shaqacha men selishib olganman. Shu meni nima target to'xtam bo'lib qoldi. Shaqacha men selishib olganman. Xohlasangiz sel hali ping pong qilishsa ham bo'ladi. Uni boshqa qizig'i yo'q, lekin moslashish kerak. Xo'p, endi buy side zona bu yoqda equal high bo'lib qolgan. Bitta kumush olgan-ku, lekin prinsipi bitta nima, kumush deyman. Futures olgan-ku, lekin nima qilsa bo'ladi? Va qoladi ularga tushdi, to'xtab qoldi. Endi bizda yangi trend bor, low, high, low. Bu yoqda yagona nima, FVgini nima qilganmiz, bitta discountda, bu premiumda bo'lib qolgan. Discountdagi bitta qoladi blok bo'lib qolgan va o'sha FVgini 50% pastida. Va bu yoqdagi oldin blok biz ham juda kuchli bo'lgani hisobiga. Endi bu yoqdan tanani otib qo'yganman. Mana keldi. Reaksiya olib ketdi. Endi buni pastga tushamiz. Pastga tushadigan bo'lsak, mana o'sha oldin blok va ko'ryapsizlarmi? Liquidity pool yasadi 1-2 marta va bitta respekt qilgandan keyin bitta harakat qildi. Lekin nimaga yana tushdi degan termin bor. Ya'ni time and price. Ya'ni bu yoqda vaqt to'g'ri kelmadi. Price to'g'ri keldi. Masalan, price to'g'ri keldi. To'g'ri. Lekin time to'g'ri kelmadi. Endi siz baribir entry qilish uchun time to'g'ri kelishi kerak. To'g'rimi? Bu yoqda 9 ham yangi bu men adashmasam kechqurungi vaqtda to'g'ri kelib qolgan, PM vaqti. Va bu yoqda 9 hamda o'zi sweep qildi. Mana 9 ham esa o'zi sweep qildi. Qora candlelar qilasizlarmi? Agressiv. Hop. 9 hamda o'zi bitta sweep qildi. 9 PMda o'zi reversal qilib takansa ketdi. Bu yoqda mantiqli. Endi range low nima bo'ldi? Liquidity poolni yechgandan keyingina reaksiya olishni boshladi. Endi bu yoqda yana bitta nima bor? Bitta MSS tasdiqlandi va bitta ko'rgan kurslari kichkinagina FV hosil bo'lib qolgan. Bu yoqda bitta discount bo'lib qolgan, premium bo'lib qolgan hisobiga discountdagi nima qolgan? FV hosil bo'lgan. Endi biz cheklayapmiz. Ko'ryapsiz 4 soatlik tilladagi holat. Range low, range low, range high. Men esimga olgandan keyin low risk entrydan entry qilmoqchiman. Men qattamlaman degan ma'no bersa, MSS bo'ldi. Narx nima berishni boshladi, aktiv berishni boshladi. Menda FVga ochiq qolgan. Bitta narx kelyapti-da, FVga respekt qila olmayapti. Bitta keyin tepib ketdi. Ya'ni sun'iy liquidity yasaldi. Men o'zim mana shu yerda o'zidan bayga kirganman. Chunki bir soatlikda holda polada kirganman. Lekin liquid ichilmagan degan ma'noni beradi biz. Mana shu yerda o'zi liquid ichilgan deb olsagan bo'ladi, lekin juda ham kichkina. Lekin mana shuni o'zi respekt qilmayman. Chunki nimaga 4 soatlikda, masalan men dailyda yo'q, nima bo'lmayapti.
biz 4 soatga o'tyapman. Men ko'rsam dailydagi mana dailydagi oldi blokka nima qilgandan keyin, dailydagi oldi blokdan keyin men hammasi bu 4 soatlik PDRga tushyapman. 4 soat time frame tushdi. 4 soatlikdagi time frame'dagi nima, ya'ni har doim tepadagi PDRga hurmat qilinadi. Chem pastga hurmat qilingandan ko'ra. 4 soatlikda masalan agar tishim bo'lmaganda men sразу pastga tushirdim. 4 soatlikda menda nima qolib ketgan? PDR qolib ketgan, ya'ni FV qolib ketgan. FVga kelolmasdan tepaga bitta level berdi, shatda o'zi shugani qildi. Chotta neto degan vaziyatda. Chunki o'ziga liquidity yasadi. Mana shunaqa momentlarda, ya'ni PDRga kelmasdan ketaverganda har doim mana shuni o'zi liquidity bo'lib qoladi va FVga bir marta kelib liquidityni bitta sweep qilgandan keyin Dakansaga bitta otadi. Mana shu harakat ko'rasizlarmi? Bu yerda qanaqa yangilik chiqqan. Va keyin o'sha bo'lmadi. Mana shu holatda boshqa nima yo'q. Mana bu yerda ham backtrack mitigation block sifatida liquidity pool bitta ichida 1 2 3 marta level yangilanmayapti. Liquidity bitta yasagandan keyin mana shu o'zida aktiv bo'lib ketdi. Juda qiziq. Endi pro model to'g'ri qildim. Xo'p, endi nimani bu yerda faqat FVga yoki oldi bloklar tushuntirdim. Bitta nima qo'shib qo'yishimiz kerak. Alt high yoki alt lowdagi mavzusini. Bu yerda fund out va bizni bu ishlatadigan modelimiz, ya'ni double push modeli, pro model nima qilib katta impuls bo'ldi. High, low va high va bir marta yana bir marta low bo'ldi. Ya'ni bitta strukturaviy double push deb bilsang bo'ladi. Low yechildi va tepaga qarab ketyapti. Bizdagi high bu yoqda va yana e'tibor bersalaring, bu yoqda older block bo'lib qolgan va older blockka respekt qilinmagan. Tana. Metdagi body shpilkani o'zidan liquidity pool bo'lib pastga tushib ketgan, lekin body hurmat qilinmagan. Va biz yana bir marta shuni sanashimiz mumkin. Chunki liquidity pool batta bo'lib qoldi endi. Mustasno desak. Yo older blockni o'zini ishlatmagan taqdirimizda ham bizda rejection blokimizdan tortkisak bo'ladi. Bu prinsip, chunki batta to'g'ri kelyapti. Bu yerda rejection blokka nima bo'lib qolgan? Buni highni yangilab qo'ygan, bu yangilanmagan. Shu ma'noda. Endi batta liquidity pool buni o'zi bo'lib qoldi endi. Ham monitor kelyapti, sell stop va buy stop. Va older block respect qilgandan keyin bu yerdagi liquidity pool o'zini kuchida pastga qarab ketib oldi. Umuman nima qolmadi. Ma'no qolmadi. Chorshanba yasalgan time, ya'ni attiku haftani high yoki low, high ko'proq, masalan biz nima ko'rmoqchi bo'lsak, pastga qo'lakini ko'rmoqchi bo'lsak, haftalikda expansion ko'rmoqchi bo'lsak, katta ehtimol bilan seshanba, chorshanba kuni bo'ladi. Chorshanba kuni o'zida bo'ldi. Bu ma'noli pastga qarab keyin dakansi tushib ketdi. Endi bu yerdagi target nuqtamiz bu. Juda ham kuchli bo'lgan zona, ya'ni biz qayerdan bilamiz degan narsani aytadigan bo'lsa, liquidity pool va PDR. Siz biroz mana kelganda sizning modelingiz bo'lsa, o'sha MSS bilan boshqasi bilan siz biroz qiziqib ko'ring. Bo'ldi, mana shunday kansaga ishlashligini. Biz atay target har doim discountda bo'lsin. Birinchi discount, chunki har doim mashga kelib berib, dakasga ketib olishi ham mumkin, pastga tushib olishi ham mumkin. Lekin siz hech nima yutqazmaysiz, chunki model mexanizm shundan bo'yicha ishlaydi. Va dakas tushib ketdi, eragacha double push bo'lib qolgan batda. Va bu yerda ko'rasizlar, birinchi FVga ochiq qolyapti. Mana FVga ochiq qolyapti. FVga mana ochiq qolgan, FVga respekt qilinmadi. Mana bu yerda ochiq qolgan, respekt qilinmadi. Ya'ni biz PDRda tizib beramiz. Narx mana shu kelbersagina biz enter qilamiz. Undan olti biz nima qilamiz mumkin. Albatta market maker sell model bo'lgani uchun faqat expansion harakat qilamiz. Anlatdim-ku, discount chiqmasligi ham mumkin, premiumga chiqmasligi ham mumkin degan ma'no berdi. Narx ketdi. Bitta qora oldi blok, zangon oldi blok bo'lib qoldi. Biz uchun sellga va yana bitta expansion bo'ldi. Mana shuni o'zi biz endi oxirgi, ya'ni 50 faslidagi hol bo'lganicha mana shuni o'zi ushlab qolish kerak degan termin turibmiz. Va terminda va mana shuni o'zida, oldi blokni o'zida reaksiya ko'rishimiz mumkin degan nima qilyapmiz? FVga ham bor, oldi blok ham bor. FVga ushlab qoladimi? Oldi blok ushlab qoladimi degan nazardan oldi so'raydigan bo'lsak, bitta pastga tushamiz. Oxirgi last stage of distribution oldi blokni o'zidan reaksiya olyapti degan ma'no desak. Endi bitta FVga ko'rsanglar, FVga juda pastda bo'lgani hisobiga hech qanaqa liquidity nimamiz yo'q. Endi buni o'zini olyapsizlar, umuman reaksiya yo'q, umuman boshqasi yo'q. Lekin juda ham qiziq holat, oldi blok mana
siz bunusini tortasizmi yoki nimasini tortasizmi? Farqi yo'q. Agar buni tortganimizda bunisi tomonidan tortgisi kelsa menimcha yoki bu yoqdanmi, boshqa farqi yo'q. Bitta narx kelyapti, vaqt bilan narx bir joyga to'g'ri kelyapti. Bu yoqda vaqt bilan narx mana shu eshitdi o'zida kechqurungi vaqt to'g'ri kelyapti. Mana shu 13:00 gami, Allohning o'zi vaqtini yozmayapman. Expansion harakat. Expansion boshlanganda manipulyatsiya qilyapti va keyin bitta buzdi. Bilasizmi? Mana qanday buzyapti. Zangor candle'lar bilan. Va bu yoqdagi oldi blokka tegmasdan sekinlik hisob turgan odam, manaqa holat bitta buzgandan keyin smart money bozoriga kirdi va mana shu to'xtab bo'ladi. To'xtab subda asl masalan o'sha Rameo bo'lsin, boshqasi bo'lsin, mana shunaqa mexanizmni ishlatadi. Ya'ni oddiy bitta termin. Liquidity pool, PDD, liquidity pool, PDD, liquidity pool, PDD. Bo'ldi. Va keyin narx pastga tushishni boshladi. Endi bitta yana bitta qiziq holat bor. Mana o'sha holat. Expansion pastga tushyapti. Va men yoqda one shot one kill deyiladi. Xo'p, oldida blok qolib ketdi va oldida blokka respekt qilinmadi mana. Mana shu candle respekt qilolmagan. Bitta chiqqan, FVG'ni o'zini aksiyal pastga tushib ketgan, lekin oldida blokka respekt qilinmadi. Mana shuni o'zini sizlar bilsalaring bo'ladi. Demak, liquidity pool bo'lib qoldi mana shuni o'zi. Agar chiqib bersa, mana oldida blok o'shab qolish ehtimoli juda ham yuqori deb. Va narx kelyapti. Range low nimasi bo'ldi? Bitta keyin chiqdi. Liquidity pool yasadi. Bu 1 soat ida o'tirgan narsani tushuntiryapman. O'sha pastga tushganda. Range low'ni, range high'ni liquidity'ni yechdi va oldida blokni upper price'dan reaksiya oldida dakansi pastga tushib ketdi. Va algoritmni 11 AM'da bo'lgan, ya'ni 1 PM'da bo'lgan hodisa, o'sha high yasalgan 1 PM'da yana bir marta o'shanga respekt qilinib, smartlarni o'zining paysasini kirgizdi va katta miqdorda o'zining sell pasini kirgizib va bozorga kirib oldi va dakansi keyin narx oqdi. Algoritm o'rtada boshqa narsa yo'q. Ya'ni bunday narsalar o'z-o'zidan hosil bo'lmaydi. Ya'ni o'z-o'zidan hech nima bo'lmaydi. Faqat masalan, mana shunaqa nuqta yasalyaptimi? Lekin oldin blok respekt qilinmadi. Bo'ldi, mana shuni o'zi anaqa bo'lib qoldi deydigan ma'no mantig'ini berishimiz mumkin emas. Liquidity pool yasalsagina, tepasida oldida blok bo'lsa, o'sha oldida blok juda ham kuchli hisoblanadi. Fraktannisini ham tushunoldilaring. Fraktanni qilganda masalan, daily'da ko'ryapmiz, daily'da oldida blok tizib qo'yganmiz, nima qilib qo'yganmiz, ushab qoladimi, yo'qmi? Pastga tushyapmiz. Bo'ldi, o'sha 1 soat deganda 1 soatda batta hech nima yo'q. Batta hech nima tizganim yo'q. Bu yoqda IFV'ga tizib kelib, boshqa qilib yoki qanaqadir BPI tizganim yo'q. Menda shu daily oldi blokni o'zi yeta oladi menga, shu zonani tizib olsam. Menda prosta mana shu kelib berganda liquidity pool oldi metod o'zi yasadimi? Bitta o'zi qilgandan faqat FV'ga bu yoqdagi nimani yo'q, liquidity. Kemasida bitta yasadi, bitta impuls bo'ldi, ketdi. Ko'pchilikning xatosi mana shu o'zida sel qiladi dedi, tepasida qo'yib qo'yadi, bitta stop olgandan keyin ketdi. Nima qilaman degan ma'noda. Yo prosta mana shu yerda shunaqa holat bo'lib qolsa, boshida qiyin, to'g'ri, qiyin nima bo'lmaydi. Keyin o'rganiladi. Bitta prosta reentry qilishni o'rganish kerak. Bitta stop qilyapti. Bunday nima qilyapsiz? Daily o'tasizlar, nima bor? Buni oldi blok tetdi degan ma'noda. Bitta o'zingizlar back testing qilib ko'rsalaring, ancha manfaatli bo'ladi. Xo'p, e'tiboringlar uchun rahmat. Va ozgina setati. Bozorda eng muhim narsa o'zingni nazorat qilish. Ko'pchilik o'zi nazorat qila olmaydi. Bu narsani bekor qo'shmadim. Ya'ni mana shu yerga bersa buy ochaman, mana shu yerga bersa ochaman demaydi. Bozor bitta manipulyatsiya ketib qolsa-chi menda. Juda ham ko'pchilikda bu shuningdek vaqtga bog'liq narsa bahs bu. 4 yillik, 5 yillik traderlardan ko'rganman, o'zini kontrol qila olmaydi. Forma o'tib ketib qolsa nima qilaman degan narsada. Yo'q, o'tib ketsin. Ya'ni siz o'zingizni tizimingizga o'zingiz qarshi chiqmang. Mana shu kebersagina bay ochaman deb. Chunki siz oldinroq qilasiz, o'zingizni yeb bitirasiz. Ham yo riskga pul qolmaydi yoki boshqa holat bo'lib qolishi mumkin. Shu ma'no mantiqida. Endi hozirgi o'rgangan narsalaringni back testingda bitta qo'llab ko'ringlar. O'sha oldin qanaqa turgan bo'lsalaring, o'sha o'zlaring tizimlaring boshqasi bor. Plus o'sha PDRL mavzusini upgrade qilinglar-da. Faqat o'sha liquidity pool mavzusini qo'shib turib, liquidity pool bo'lgandagina mana o'sha PDRL yoki o'sha liquidity pool deb PDRL pasida liquidity pool bo'lib qolsagina, mana shu PDRLda juda ham qattim ushab qolishiga ehtimol yuqori bo'ladi. Endi sizlarda shu narsaga javob bor. Ya'ni demak mana shu PDDda ushab qolish uchun menda yo liquidity pool bo'lishi kerak, hech kim bo'lishi kerak yoki liquidity poolni hosil qilib oladi. Ko'pchilik o'sha to'xtatibdi. Ma'nosi ham shunda, mantiqi ham shunda.
liquidity poolni hosil qilib oladi, bitta lotni yangilaydi, keyin ketadi. Endi bu narsani sekin amalda qo'lda ko'ringlar. Xo'p, hammasi hozircha shular. Qisqa mazmunli tushuntirishga harakat qildim. Faqat PDD mavzusida gaplash, chunki har xil mavzularni qo'shadigan bo'lsam, chalkashlik bo'ladi, qiyin bo'ladi. Hali mantiq qochib ketib qoladi. Shuning uchun mana shuni o'zini qildim. Inshaalloh Smart Money Reversal, ya'ni SMRda to'g'ri nima qilishda ham darslik qilib bersa, o'sha ham manfaatli bo'ladi. O'rtoqlar, charchamaydi. YouTube'ga chiqadi. Do'stlarga ulashib qo'yinglar. Chunki hamma bu narsani bilsin, o'rgansin, qilsin. Ya'ni bizni foydamiz tegsa, biz xursand bo'lamiz. Charchamaydi.